Endilik siyaның mavzusu bunda hürmetli vatandaş. Prezident Trump'ның yuqori darajalik amaldorlari. Birinchi avval mavzuni qo'ydi. Prezident Trump New York vaqt gazetida e'lon qilingan nomsiz kishi yozgan obzorga qattiq raddiya berdi. Mavzuli xabar 9-ayning 8-kuni Amerika ovozi Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bunday ko'rsatdi. New York vaqt gazeti nomsiz bir parcha obzor e'lon qilinib, mening rahbarlik stilim tanqid qilinib, chakana va o'nimsiz odam deb obzor qilindi. Prezident Trump haftaning 4-kuni Montana shtatida bir yig'inda nutq so'zlaganda hatto mundaq dedi. New York vaqt gazetining muxbiri hukumat ichida mening g'aybatimni qildigan kishilarni izlab tepishi lozim. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Oshkora holda saylovchilarga, ya'ni ayni vaqtdagi saylovchilarga xiris qilayotgan, lekin saylamdan o'talmagan ko'langulik siyosatbozlar o'zlarining maxfiy xizmat tartiblarini yo'lga qo'yib ish qilyotdi. Bu haqiqatan demokratiyaning o'ziga yoki demokratiya qilingan tahdiddir. Ular ko'rganda men texmo qat'iylashdim. Bu ish aksiga bir natija elib keldi. Ba'zilar bizni hargiz tushunmaydi. Ular ham bizni faqat yaxshi ko'rmaydi. Lekin ularni biz uchun kurash qiladi desa, buning kishining ishongisi kelmaydi. Bu amaliyotda bir yaxshi ish. Biz bu qatam nurg'un qo'llashga erishdik. New York vaqt gazetasi bir parcha xabarida mundaq ko'rsatdi. Yuqorqi nomsiz obzorni yozgan kishi hozir hukumat ma'muriyatida yuqori darajalik amaldor. Agar uning ismini oshkorlasak, uning xizmatiga ta'sir etadi. Inkas birinchi musha xabarga qarta. Prezident Trumpning New York vaqt gazetining ustidan arz qilishini qo'llaymiz. Haliqi nomsiz obzor yozgan kishini izlab topib, onu oshkora lab xalq ko'rsatish kerak. Ma bir xabarga yozilgan inkas, birli inkas. Endiki mavzu Prezident Trumpning yuqori rahbarlik amaldori, yuqori darajalik amaldori New York vaqt gazetida nomsiz maqol yozgan kishini tanqid qildi. Mavzuli xabar 9-ayning 8-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Washington Prezident Trump hukumatining yuqori darajalik bir nafar amaldori yoki muavin prezident Pence'dan tartib ishga hukumat kabinetining olqilik bir necha nafar amaldorlarning hammasi New York vaqt gazetida maqol e'lon qilib, Prezident Trumpning rahbarligini tanqid qilganligini inkor qildi. Maxsus sonda e'lon qilingan bu bir parcha maqola Prezident Trump to'g'risida bir maydon keskin munozara qo'zg'adi. Shundaqla xatarlik tepishmoq, ya'ni o'yin, ya'ni sirliq g'ayri fikr qilguvchi kishi zodika deydigan tepishmoq paydo qildi. Muavin prezident Pence mundaq ko'rsatdi. Nomsiz maqol yozib davlatga rahbarlik qilib, rahbarlik kuchini namoyon qilayotgan prezidentning obrazini xunuklaştirishga uringan har qanday kishi bu hukumatga xizmat qilmasligi lozim. Ular obro'li ish qilib, xizmatidan istifa berishi lozim. Prezident Trump Twitter'da fikir qoldirib, norozi bo'lganligini ifodalab mundaq ko'rsatdi. Biz 2 yil ichida qilib tugatgan ishlarni qilib tugatolmaydigan ikkinchi bir kishi yo'q. Rost vatandosh
2 yil ichida prezident Trump nima ishlarni qilganligini siz bilasiz. Hech kim bilmasa, biz bilamiz. Biz leksiya qilib sizlarga so'zlab keldik vatandoshlar. 2 yil ichida Xitoyga munosabatlik, Jungoga munosabatlik qanday ishlarni qildi siz bilasiz vatandosh. Ayni vaqtda men sizlarga leksiya dedim, hurmatli vatandosh, bir TPP kelishimini imzolash uchun 10 yil vaqt ketgan edi. Prezident Trump Meksika davlati bilan imzolaydigan kelishimni 1 soat imzoladi. Ishning önemi mandaq bo'ldi. Ishlash degan mandaq bo'ldi. Prezident degan mandaq ishlaydi. Hurmatli vatandosh, hozir nima deydi bular? Xat yozuvchilar, Prezident Trump ishlagan ishning önemi yo'q. Bu qasddan hujum qilayotgan siyosatchilarning qasddan hujum qilayotgan Prezident Trump hujum qilayotgan bir xil usuli bo'lib qoldi. Prezident Trump Twitterda fikr qoldirib, norozi bo'lganligini ifodalab, bundaq ko'rsatdi. Biz 2 yil ichida qilib tugatgan ishlarni qilib tugatalaydigan ikkinchi bir kishi yo'q. Maxfiy xat yozuvchi bu kishi balki zaiflashgan kishidir. Yoki xato sabablar bilan hukumat ichida turib qolgan kishidir. New York vaqt gazet hozir tushkunlashyapti, dedi Prezident Trump. Prezident Trump fikr qoldirib Twitterda. Inkas, shunday yozilgan inkas. New York vaqt gazetiga maxfiy xat yozgan avtor odatdagi muxbir emas, balki Amerikaning ichi va tashida siyosatbozlarning birlashganligining mahsulidir. Nazarimiz muxbirlik bo'ldigan bo'lsa, o halda biz bak sodda bo'lib qolamiz. Maxfiy xat yozuvchi qayerda? Moshiyada. Lekin orqadagi haqiqiy qo'mondan Amerikaning sirtida, deydi inkas yozuvchi. Endi bularni sizlarga tushuntirsam bo'ldi, vaqtida yana buning to'g'ri munozaralar ko'p, keyingi leksiyalarda so'zlab qolishimiz mumkin. Bundaq bir ish yuz berdi. Bir kishi maxfiy xat yozibdi. Maxfiy xat yozgan kishi Aqsaroyda hukumat kabinetining ichidaymiş. New York vaqt gazetini e'lon qilibdi. Xatning mazmuni tegi-tekni aytganda Prezident Trump hujum qilish. Amaliyotda Prezident Trump Aqsaroyga kirgandan beri Amerikada matbuotlar bilan munosabati yaxshi bo'lmadi. Chunki Prezident Trump erkakdek bir og'iz gap qildi, nima? Yolg'onchi matbuotlar, yolg'on xabarlar. Katta gap bir demokratik davlatning matbuotlarini shundaq deyishning o'zi demak bu yerda masala borligini ko'rishsiz. Prezident Trump shundaq dedi. Shu hozir bu matbuotlar shundan beri Prezident Trumpdan norozi bo'lib kelyapti. Mana bugun yana bir qatim bu o'yinni o'ynab New York vaqt gazeti solchi gazet Prezident Trumpga nomsiz xat yozilgan bir kishining nomsiz xatini e'lon qilib, hozir yana parokandachilik paydo qildi. Ehtimol bularning qasdi 11-oyning 6-kuni o'tkaziladigan o'ttir mezgillik saylovga qaratilayotgan bo'lsa kerak. Vatandosh, bu davlat Amerika, bu davlat demokratik davlat. Demokratik davlatda bo'layotgan ishlarni ko'ryapsiz vatandosh. Shuningdan siyosatning nima ish ekanligini cho'nqur tushunalaysiz, hurmatli vatandosh. Bugun ikki parchalik siyosat so'zildim. Yani ovozim chiqamdi, chiqmamdi ko'rib baqdim. Agar ovozim chiqsa, bundan keyin yana burunqidek vatandoshlar bilan uchrashib, davomli tahlil qiluvchi maqolalarni so'zlaymiz. Endi bu oraliqda ovoz chiqmagan 4 parcha maqol, 4 parcha leksiyamni so'zlashim mumkin. Chunki uningda ikki hukm bor edi. Biri Prezident Reagan vaqt payti siyosiy hukmi, ikkinchisi Prezident Trump savdo paytlari siyosiy hukm. Demak bu ikki payt yoki ikki hukmning o'tirib qo'yilishi shunday selektirilgan edi. O so'zlagan leksiyalarimda Prezident Reagan vaqt paytlarida Rossiya hukmron bo'ldi. Prezident Trump savdo paytlarida kim hukmron bo'ladi? Tahlil qilsak shunday savol qo'yiladi. Qani bugun bir sinab baqdim, ovoz chiqsa men o leksiyalarni qayta so'zlayman, hurmatli vatandoshlar.